Branching mavzusiga bag'ishlangan amaliy darsimizni boshlaymiz. Git versiyasini tekshirib olganimizdan keyin repozitoriy uchun yangi folder yaratib olamiz. Gitni required konfiguratsiyalarini set qilib olganimizdan keyin yangi yaratilgan folder ichida git repozitoriy initsializatsiya qilishimiz mumkin. Git branch komandasi yordamida branchlar ro'yxatini ko'radigan bo'lsak, bizda hozir faqatgina bitta master branch bor. Yangi branch yaratish uchun git branch komandasidan keyin yangi yaratmoqchi bo'lgan branchimni nomini yozaman. Ya'ni bugfix branch yaratmoqchi bo'lsam, bugfix deb yozaman. Yangi yaratilgan bugfix branchga o'tib olamiz. Buning uchun git switch komandasidan foydalanamiz. Branchlarni almashtirish uchun git checkout komandasidan ham foydalansak bo'ladi. Master branchga o'tish uchun git checkout master deb yozamiz. Yangi branch yaratib va unga o'tib olish uchun bitta komanda bilan git switch -c optionidan foydalanib yangi branch nomini beraman. Bu komanda branch yaratadi va shu branchga o'tishni ham amalga oshiradi. Git branch komandasini run qilsak, ko'rishimiz mumkin, bizda ro'yxatda 3 ta branch bor va biza hozir future branchida turganimizni ko'rishimiz mumkin. Git branch -d komandasi yordamida bugfix branchini o'chirishga harakat qilamiz. Bu branchda yangi commitlar yo'qligi uchun hech qanaqa ogohlantirish bermadi va branchimizni o'chirib berdi. Ko'rishimiz mumkin, biz hozir future branchda turibmiz. Keling, bu branchga ayrim commitlarni yaratib olamiz. Gitlog komandasini outputidan ko'rishimiz mumkinki, head pointerimiz future branchga qarab turibdi. Ya'ni head pointerimiz normal holatda turibdi. Agar git checkout komandasi yordamida bironta commitga o'tadigan bo'lsak, bizani pointerimiz detached holatga keladi va bu ma'lumotni komandani outputidan ham ko'rishimiz mumkin. Gitlog komandasini run qilib ko'rganimizda ham head pointerimiz hech qaysi branchga point qilmayotganini ko'ramiz. Git checkout komandasi yordamida master branchga o'tib olamiz va undan keyin kelinglar future branchni o'chirishga harakat qilamiz. Agar biz kichkina -d optionidan foydalanib branchni o'chiradigan bo'lsak, git bizani bu branchimiz hali to'liq merge qilinmaganligini ogohlantirdi va branchni o'chirmadi. Lekin biz agar katta D optionidan foydalanib branchni o'chiradigan bo'lsak, hech qanaqa ogohlantirishsiz branchimiz va undagi commitlarimizni qo'shib o'chirib yuboradi.